Odamlarni osonlikcha boshqarmoqchimisiz? Unda ushbu 3 ta texnika aynan siz uchun. Tortishuv davomida kimdir sizni yoqtirib qolishini xohlasangiz, fikringizga qo'shilmasam ham, ammo uni hurmat qilaman deng. Bu ularning qarashlariga hurmat belgisi. Biror nima so'rashda doim sababini keltiring. Misol uchun, og'zingizni sal pasaytira olasizmi? Juda baland gapiryapsiz. Diqqat qila olmayapman. Nega ekanligini bilgan odamlar odatda rozi bo'lishadi. So'rab bo'lgach esa ularga erkinligi borligini eslating. Yangi uyga ko'chishda yordaming kerak. O'zing xohlasang albatta. Bu odamlarga nazorat hissini beradi. Bilimliga qo'shiling va kuchli bo'lishni o'rganing. Agar siz rus tili va ingliz tilidagi lug'atlarni 5 barobar tezroq o'rganishni istasangiz, siz uchun Mindex nomli onlayn mini kurs tayyorlab qo'ydik. U 7 ta maxsus video darsliklardan iborat va dunyodagi top 1% odamlarning o'rganish uslubiga asoslangan. Narxi esa atigi 99 ming so'm. Darslarni qo'lga kiritish uchun izohda 5 raqamini yozib qoldiring va direktingizni tekshiring.